ulus begilik mərtəbəsi bolsa, onunğa aba əcdadlardan miras qalğan. Onun üstüge babai büzürükleri ataqda ulus begi bolğını bilen, əməliyyatda səltənət işlərə aralışıb almağan. Divan bəylərinin işlərə çat kerib almağan. Tömür buqqu bəy bolsa, mərhum xan tağılları Sultan Şir Muhammed xan zamanısıda ordunun işçilərdən idi. Ayni vaqtda Sultan Şir Muhammed xanını qollab, mərhum pədərləri Sultan Uvays xan alilərini qəsdləməkçimi bolğan. Şundaq bolsumu, pədərləri səltənətni qoluğa alğandan keyin, onu kən qorsaqlıq bilan əfu qilib, ilgirki işlərini sürüşdürməyən idi. Əmdilikdə özlə onu ətivarlab, mənsəb dərəcəsini biraqlı östürüb etdilər. Həli dəb berdiğən bolsala, ol Tömürbəg ətögün ulus begilik mərtəbəsigimi qol sozishdan yanmaydı. Mənsəb pərəs əmir, yaxşı əmir əməsdir. Özlə xicil bolsala, mən berib yetküzey. Tömürbəgnin xanğı qeynatı bolğusu bolsa, mənsəb mərtəbəsidən vaz kessin. Saltanat işlerini qandaq bir taraf qilish, kimni mansabga tayin etish etmaslik o'z ixtiyorimdadir. Eng yaxshisi, muhtaram buzrukvorlarim saltanat ishlariga aralashmasinlar, dedi Sultan İsan Buğaxan birdili juvusini ta'tir kiyib. Aytmoqchi, validamni elchilikdan to'smag'aylar. Xolislar billa elchilik qilib bersalar, texi yaxshi. Bizlarga navrlarini murodiga yetkazib qo'yishlarini tilayman. İsan Buğaxan das o'rnidan turdi. Xo'sh, men yanay. Şol tapda ordida amirlar yo'limga qarab turishidi. Uzatmasinlar. İsan Buğaxan gapini tugatib chiqib ketdi. Supurgi mirza uzatib qo'yish uchun oldirab o'rnidan turdi. Sultan Xatun bilan Mir Muhammad Shah o'ltirgan o'rnida danq etib turib qolishdi. Endi qandoq qilmoq kerak? dedi sal esiga kelgan Sultan Xatun xonni uzatib qo'yib kirgan supurgi mirzaga madad tilgandek qarab. Xon oliylari paylidan yonidigandek emas, dedi supurgi mirza o'ychanlik bilan. Endi onun hükmüge baş egmekten başka amalimiz yoktur. Ari, dedi Mir Muhammad Shah tartib. Gerçi alileri bizge farzand bolsumu, yanıla saltanat pasibani, taxt egisidir. Qandaq hüküm çıkırış ixtiyorıdır. El hükmü lillah demey ne çare. Şol tapda alileri bizden kessi keçidi ki, ol Tömürbeg'den herkes keşmez. Emirler bilen sözünü bir qilib, xonni mecburlu qilib olmasmı? So'radi Sultan Xatun. Mir Muhammad Shah cho'chib Sultan Xatunga qaradi. Bunda qilsak, ordida qon to'kilish ehtimoli bor, dedi supurgi mirza ehtiyotchanlik bilan. Hozir ordidagi muhim huquq Tömürbeg'ning qo'lida. Amirlar bundaq tavakkulchilikka qo'shilmasligi mumkin. Shundaq, bundaq qilish bakmi xatarlik, dedi Mir Muhammad Shah. Sultan Xatunning vujudini ümidsizlik chulg'ib oldi. Men bir mazlum kishi. Ishkillari bundaq deb turasizlar. Meningmi boshqa ilojim yo'q. Aslida ishkillari boshidagi o'rnini mahkam put terib turib,
Tömür buqi bagning xoniga yiqilishini cheklab turgan bo'lsalar, bundaq oqibat yuz bermaydi. Amir Kabir Said Ali Olibning qadri o'tildi mana. Sultan Xotun yiroq Qashqardagi kuy o'g'lini esiga elib, urdi. Bo'lmasa, Said Ali Olib hazratlariga ahvolni ma'lum qilayli. Ostonaga tezdan qaytib kelsin, dedi Supurgi Mirzo. Xon oliylari Amir Kabir Said Ali Olibni Mangmay suyaning bosh amirligiga tayinlab, yorliq tushirganigimi bir necha yil bo'lib qoldi, dedi Mir Muhammad Shoh. Xon oliylaridan yorliq bo'lmasa, uning ostoniga qaytib kelmaki tez. Uning ustiga vaqt qistab qoldi. Said Ali Olibga xabar berib bo'lguncha, xon oliylarimi to'y qilib bo'ladi. Bu to'yni biz to'siyolmag'udekmiz, dedi Sultan Xotun tan berib. Ammo Said Ali Olibga xabarni beraverayli. To'yni qutlug'lash bahonasi bilan ostoniga qaytib kelsin. Qoldi ishlarni shu chaqda maslahat qilisharmiz. Said Ali Olib o'rtada bo'lsa, o'l To'mirbagni o'rda ishlardan chetlashtirgili. Xon oliylarni eqishga kirgizgili bo'ladi. Buzrukvarimga bir taklifim bor edi. Bilmadim, qabul ko'rarmikin, dedi Supurgi Mirzo. Aytsunlar, dedi Sultan Xotun. To'mirbek qasriga qiz so'rab, elchilikka o'zlar borsalar. Hargiz bormayman, dedi Sultan Xotun chiroyini purishtirib. O'tib teshib, o'sha zotpas amirning qasriga bo'yin egib boramdim. Xon oliylari uchun boradilar, dedi Supurgi Mirzo muddasini tushundirib. Boya xon oliylari o'zlaridan xeylilar ranjib qoldi. Elchilikka borsalar, oliylari cho'qim minnatdor bo'ladi. Qilgan qo'polligiga, adabsizligiga xijil bo'ladi. Unda qilmasalar, o'tirlardagi adovat texmi cho'ng'ib ketadi. O'zlaridan o'zini qochiradigan bo'lib oladi-da, To'mirbek tarafga texmi eg'ib ketadi. O'l chaqda foydani yanada To'mirbek oladi. Xon oliylarini To'mirbekka mushundaqli tashlab bersakmi bo'lmas. Buningga albatta yuraklari chidamaydi. Xon oliylari nimada degan bilan tex yosh. Yaxshi yomonni to'liq anqirmiqiga heli ham bor. Uning ustiga ikki buzrukvoriga yanada mehri cho'nqurdir. Boya bolaligiga elib batnab qo'ydi. Endi har birlarimi uning bilan tang turib batmasalar qamlashmaydi. Said Ali Olib hazratlari ostoniga qaytib kelguncha bir amal qilib To'mirbekning ustunlikni egilib olishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Muddalari ayon bo'ldi, amir, dedi Sultan Xotun qoyil bo'lib. Elchilikka borsam boray. Said Ali Olibga bugundan qoldirmay maktub mangdirib o'tayli. Shu topda Ostona Turpan shahrining hokimi Mir Karim Bardibek qasrining qishliq sarayida O'rda jazo divonining amiri Haq Bardi Mirzo, Ostonaning qozi Qusati Sulaymon xo'ja, O'rda yasovul amiri Abduxoliq Mirzo sandalga putini tiqib o'ltirib xufiyani suhbatlashayotdi. To'mirbek xon oliylariga qiynoti bo'lsa, saltanatni butunlay ilkiga elib oladi, dedi Mir Karim Bardibek
o'chki saqilini siylab turib. Xon oliylari helimi uning sizg'an siziqidan chiqmaydigan bo'lib ketdi. Har birlarimi ko'rib turibdilar. Temir Bo'qibay shohnishinda paydo bo'lsa, xon oliylarimi paydo bo'ladi. Qarmoqqa xon oliylari uning soyisidagi bo'lib qoldi. Ori dedi Ostonaning qozi Quzzati Sulaymon xo'ja, chaqma kavadek yo'g'on salli o'rib olgan beshini gildinglatib turib. Temir Bo'qibay hadab o'z yaqinlarini mansabga tavsiya qilyotdi. Oliylar bo'lsa, neri berisini surishtirmaylar, o'l kishilarni mansabga tayinlab, yorliq tushiryotdi. Shol kunlarda Temirbagning mansab setib olgan rishvatlari o'rda xazinasiga tanglashib qolay deb qoldi. Yolg'iz buni emas, dedi jazo divonining amiri Ahbardi Mirza. xon oliylari Ko'nchi vodisidan arz qilib kelgan ra'iyatning da'vosini so'rab tahqiq qilishni jazo divoniga buyurib qo'ygani bilan bu vaqt sungan ma'lumotimiz qor divonda besilib qilyotdi. Ishonchli kishilarimizdan xabar qilishicha, Ko'nchi amri Temir Bo'qibayga nurg'un sovg'a salom peshkash qilganmish. Bu ahvollarni xon oliylariga ma'lum qilishga petin olmadik. Shundaq, yomoniga kelsa, tuhmat qilgan otaqqa kelib, yasoqqa tortiladigan gap, dedi o'rda yasovul amiri Abduxoliq Mirza. Hozir xon oliylarining nazarida Temir Bo'qibaydan sadoqatman, ishonchlik amir yo'qdir. Baboyi buzrukı bo'lmish, Ulug'bek Mir Muhammad Shoh hazratlarining martabasiga rioya qilmagan yerda biz nima to'q? Ishqilib, saltanat Temir Bo'qibayning ixtiyoriga o'tib ketkilyotdi. Shunga muvofiq bir amal tepib, xon oliylarini ogohlantiraylik deb har birlarini mashvaratga chillishib, dedi Mirkarim Bardibek. Oliylarining shu kunlarda ko'zi ko'r, quliqi gastor. Asyadi Temir Bo'qibayning qizini nikohiga ilishdi, dedi Sulaymon xo'ja ko'nglidagi umidsizlikni yoshirmay. Bu ahvolda xon oliylarini ogohlantirishga urinish behudadir. Uning ustiga Temir Bo'qibayning tishiga tegib qo'ysak, qaq balog'i qolamiz. Qaysi kuni Supurgi Mirza Mir Muhammad Shoh hazratlari bilan ko'rishib, mushu xususda paranglashdi. Ularmi o'zlarining ilojsizligini bildirishdi. Bo'libmi Ulug'bek hazratlarining xon oliylaridan qattiq ko'ngli qolgandek qiladi. Orni bir hazo sukut bosdi. Vujudini qattiq g'am chulg'ib olgan bu amirlar muvofiq bir tadbir topolmay qiynalib qolgandek qilibdi. Said Ali olib hazratlarimi Qashqarda midirlamay yetib oldi. Tamimcha, o'rdadagi bu ishlardan xabari yo'q qachon, dedi Ahbardi Mirza sukutni buzib. Supurgi Mirzadan anglashimcha, Qashqarga 2 qitim maktub yo'llabdi, lekin javob ololmabdi, dedi Sulaymon xo'ja. Amir Kabir Said Ali olib janoblarining ko'nglidagini bilmak tez, dedi Abduxoliq Mirza. Said Ali olib hazratlari Xotan, Charchar, Oltintog' vodisidagi to'polonni tinchitish halakchiligida, dedi Mirkarim Bardibek. Ostonada Ulug'bek Mir Muhammad Shoh bilan Supurgi Mirza bo'lganligi uchun o'rdadan xotirjam. Uning ustiga Temirbagning aql ko'rsatishi bilan xon oliylarining o'zini Manglay suyaning bosh amirligiga tayinlab, o'rtadan yiroqlashtirganligini hargiz xiyoliga keltirmaydi. Ol Temirbagning boshliqligiga mushundaq qo'l qovushtirib tursak, bo'lmaydi janobi amirlar. Bo'lmasa, ahdi o'gun bizmi mansab martabamizdan ayrilib, o'rdadan haydalamiz. Amirlarning chiroyida tashvish paydo bo'ldi. Xon oliylarining bu to'y ishini to'sishga bizning rostli amalimiz yo'qdir, dedi Ahbardi Mirza. Bu ishga tavakkul qilsak, kollimizni qo'ltiqimizga qisib qo'ysak bo'ladi.
Maylila, nima korimiz? Jinimiz aram topsili bo'ldi, deyli desak. To'mirbekka xushomat qilib yashsak, adli adolatni xor qilsak bo'ladi. Buni odamning vijdoni ko'tarmaydi. Ayni muddao, dedi Abduxoliq Mirzo. Ko'nchi vodisidan arz qilib kelgan ra'iyatning dod faryodiga odamning yuragi chidamaydi. Amaliyotda o'rdaga arz qilib kelguchilar yolg'iz uloqli emas. Surishtirib kelsak, yanala Temur Boqibek tarafdorligidagi amirlarga berib taqiladi. Shundoq, dedi haq berdi Mirzo. avom ra'iyat ol amirlarning zulmiga chidamay, nola qilmoqda. Ilgari jazo divoni bir taraf qilgan arizlarni bevosita xon oliylariga yo'llaydik. Hozir Temur Boqibek har qanday ma'lumotni agal qori divon taqiqlagandan keyin ondan xon oliylariga yo'llab berdi deb fatvo chiqardi. Xon oliylarmi buni qo'lladi. Arz shikoyatlarni qattiqroq surishti qilib taqiqlasak, o'yining mungiziga ursa to'y sirqirabdi deb To'mirbekning tishi qirishidi. Korimiz bo'lmasa, ziyon yanada avomga bo'ladi. Xon oliylarining ma'lumotnoma ko'rish bilan azaldan xo'shi yo'q, dedi Sulaymon xo'ja. Oliylariga bazmi sharob, aysh ishrat bo'lsa bo'ldi. Elitin to'y qilmay turibla haramni raqqoslar bilan to'ldirib etdi. Muqaddas shariat ahkomlarini xon oliylari o'zi bosh bo'lib buzyotidi. Bu degan kechirgisiz ig'ir gunoh. Temur Boqibek haqiqatan iflos odam ekan. Xon oliylariga chiroyli qizlarni sovg'a qilib, aysh ishratga o'rgatganmi shu? Mana endi mansab martaba uchun qizini soy qilib ulgurdi. Hay, bu ishlarni qilchilik qizarmay, nomus qilmay qildi desa-ki. Temur Boqibekdek bad axloq odamning qasrida qandoqsiga ashundoq ham chiroyli, ham fazilatli, ham aqlli bir qizning o'sib yetiligiga hech ishongim kelmaydi. Ol qizning haqiqatan xonish bo'lishga layoqati bor ekan bo'lmasa. Sardin nar to'g'ilibdi degan shu-da. Ag'chamdan To'mirbekning og'chisini to'limi sharmi hayoliq, fazilatli ayol deb anglab edim. Ona tarbiyasi ko'rganda Temur Boqibek xonga qiynoti bo'lib olgandan keyin yana qanday qo'lluq shumliqlarni qiladi? Bilguchi bir Alloh. Mushunda qaqshab turaverimizmi? So'radi Mirkarim Bardibek hamrohlarining ko'ziga qarab. Qaqshash bilan hech qanday ish vujudga chiqmaydi. O'g'o, rost, dedi Sulaymon xo'ja. Boshqa muvofiq bir chora bormi? Said Ali olib o'rdida bo'lgan bo'lsa, bu ishlarni to'sish osonga to'xtatdi. Temur Boqibek xonga qiynoti bo'lish maqsadiga yetsa, Said Ali olib hazratlarimi qarg'i kelmay qoladi. Hozir Temur Boqibek ataqli lashkariy divonning o'rinbosari bo'lgan bilan, amaliyotda lashkariy divon shuning qo'lida. Qo'lida lashkariy huquq bo'lmasa, Said Ali olib janoblarimi ilojisiz qoladi. Uning ustiga xon oliylarining Said Ali olibning martabasiga rioya qilishmi bir gap. Shundoqli bo'ladigan bo'lsa, al-hukmulloh demaslikka hech kimning iloji yo'q. Said Ali olib xon oliylar bilan bakrak qarishlashsa, xonga osiylik qilgan gunoh yuklanadi. Manglay suyaning bosh amirlik martabasidanmi quruq qoladi. Birli amal qurultoy chaqirib xonni bekor qilish. Lekin hozirgi ahvolda xonni bekor qilish mumkin emas. Navoda xon oliylarining biror farzandi bo'lsa edi, o'l chaqda qurultoy chaqirib xonni bekor qilib, o'rniga xonzodasini o'ltirg'izishga tamoman bo'ladi. O'l chaqda Temur Boqibekmi g'ing qilolmay qoladi. Navoda cho'ng xonzoda Yunusxon oliylarini tepib qaytirib kelsak-chi,
dedi Mirkarim Bardibek. Amirlar ham cho'chish, ham taajjub ilkidan bir-biriga qarashdi. Mirkarim Bardibek xeylidan beri o'ylab kelgan bu xiyolini sharhlashga kirishdi. O'z vaqtida Said Ali Olib hazratlari cho'ng xonzoda Yunusxonni qayirib qo'yib, kichik xonzoda Ihson Bug'oxon oliylarini taxtda o'ltirg'izgan edi. Buni har birlarimi obdan bilishlar. Shunga cho'ng xonzodani taxtda o'ltirg'izishga Said Ali Olib hazratlari hargiz qo'shilmaydi. Ammo Sulton Ihson Bug'oxon oliylarining Temur Boqibegning sizgan sizliqidan chiqmaydigan bo'lib qolganligini ko'rsa, hamda xon oliylariga nasihat qilib anglitolmasa, xon qiynotisi bo'lmish ol Temurbekmi kuchi yetmasa, ol chaqda cho'ng xonzoda Yunusxonni taxtda o'ltirg'izish ishini cho'qim qo'llaydi. Chunki shol kunlarda Ulusbegi Mir Muhammad Shah oliylarimi xondan qattiq norozi. Shahsoniya Sulton Xotin bo'lsa, uzundan beri oliylardan ranjib, o'rniga qadam bosmadi. Cho'ng xonzoda Yunusxon oliylari bo'lsa, nima bo'lmasin, marhum Sulton Uvaysxon oliylarining pushtidir. O'z vaqtida Kuntira xonish Ulusbegi hazratlarining qizi Said Ali Olib hazratlarining navri singlisi bo'lganligi uchunla qarindoshlik ham nasabini surishtirib, kichik xonzoda Ihson Bug'oxon oliylarini taxtda o'ltirg'izishni muvofiq ko'rgan. Hala bugungi kunda xon oliylarining qanot quyruqlari yetilib, o'z pushti panohlariga hurmat qilmadi. Ishonchim komilki, mushu kunlarda o'rdida Said Ali Olib hazratlari bo'lgan taqdirdimi, xon oliylarini Temur Boqibegdan hargiz ayirib etolmaydi. Balki Temur Boqibeg xolisi xon oliylarining qo'li bilan Said Ali Olibni o'rdidan qo'g'lib etalaydi. Hamma gap Said Ali Olibning o'rdidagi bu xavfni his qila olishida. Shunga demoqchimanki, Agal cho'ng xonzoda Yunusxon oliylarini izlab tepib, yoshirincha ostonaga qaytirib kelayli. Said Ali Olib hazratlari xon oliylaridan noumid bo'lgan hamon muddaoyimizni bildirib, cho'ng xonzodani o'tirg'i chiqirayli. Bu tadbirimizni vaqti kelganda Mir Muhammad Shohmi, Sulton Xotinmi qo'llig'isidir. Amirlar damonliqqa ifoda bildirmay bir pas xiyolga cho'kib o'ltirdi. Shunda qilsak bo'lar muzodi, dedi Haqbarda Mirzo ishonchsizlik bilan. Bu degan o'ynashadigan ish emas. Muddaoyimiz oshkor bo'lib qolsa, qalli ketadigan gap. Shundaq, 3 avlodimizgacha qirib tashlashdan yanmaydi. Alloh egam tavakkulchi bandalarni yaxshi ko'radi, dedi Sulaymon xo'ja hamrohlariga takshi nazar tashlab. Bir ishni vujudga chiqaramiz deydi ekanmiz. Tavakkul qilishimiz kerak. Yoqsam pisharmi, ko'msam pisharmi deb o'ltirsak, hech ish vujudga chiqmas. Arzimas Temur Boqibegning qosh qapqiga qarab xo'rliq tiyashig'icha umidimizni Allohga bog'lab bir urinib ko'raydi. O'rdada Temurbekdan norozi bo'lg'uchilar yolg'iz bizda emas. Xeyli ko'p maslakdoshlarimiz bor. Xish qilibdan chiqib bo'lg'icha puxta hozirlik ko'rayli. Barakalloh, dedi Mirkarim Bardibek mamnunlik bilan kulib. Har bir ishning yo'l berguvchisi bordir. Sulaymon xo'ja hazratlari aytganday, vaqt qarali yetkicha ishlarni puxta qilg'aymiz. Saltanatimizni Temurbekdek qorniyat, nafsoniyatchi, ishlatxo'r, badqiliq zulm homiylardan poklash uchun belimizga shijoat kamirini mahkam bog'lag'aymiz. Bu ishlarning vujudga chiqishida Said Ali Olib hazratlarining o'rniga qaytib kelmiki, bakmi zarurdir, dedi Haqbarda Mirzo o'ychanlik bilan. Undaq bo'lmaydi ekan. Yolg'iz cho'ng xonzoda Yunusxon oliylariga tayinib, muvaffaqiyatli ish ta'virtalmaymiz.
Ayni muddao, dedi Abduxoliq Mirzo. Cho'ng xonzodi Yunusxon oliylarining bu tasarrufdan ayrilganiga xeyli yillar bo'ldi. Avam ra'iyatning esidan ko'tarilib ketdi. Demak, uning avam orasida hech qanday ta'siri yo'qdir. Ammo Said Ali Olib hazratlarining bo'lsa, hurmat ta'siri xon oliylaridan ustun turadi. Uning bilan ko'maklashalisak, ishlarimizning bir boshqa chiqishida umid cho'ng bo'ladi. Xotirjam bo'lasizlar. Kaminalarning kaltipamimcha Said Ali Olib hazratlari xon oliylarining qutlug' to'y marikasiga kelmay qo'ymaydi, dedi Sulaymon xo'ja. Xon oliylari to'yga oldiryapti. Bu qari qishda Qashqardan Ostonaga kelmiki, tasga tusharmikin? Ish qilib, to'yga ulgurib kelolmasa, to'ydan keyin bo'lsa-mu, hamon keladi. Taklifim har birlariga ma'qul kelsa, hozircha bu ishlarga bosh qotirmay, Cho'ng xonzodining derikini qilaydi. Cho'ng xonzoda hozir nadido? Anglashimcha, Cho'ng xonzoda Samarqandga borgandan keyin Mirzo Ulug'bek uni Heratga, otasi Shohrux Mirzoning dargohiga avatganmish, dedi Mirkarim Bardibek. Meningcha, Cho'ng xonzodini Agal Turkistondagi validasi Xonish Davlat Sulton oliylarining dargohidan deraklaydi. Cho'ng xonzoda nadili bo'lmasin, validasi bilan aloqalashib turadiganligi aniq. Ol dargohga avatadigan ishonchlik odamlar bormi? Xotirjam bo'lsinlar, dedi Mirkarim Bardibek o'ziga ishongan holda. O'z farzandimizdan muchora, sadoqatman mahramlarimiz bor. Bu ishni shularga topshiraman. Alloh egam ishlarimizdan o'ngishli qilib, maqsad muddolarimizga yetkazgay. Ular duo qilishib, o'rinlaridan turishdi. Qashqar. Sugatlar cho'kantal bo'lib, o'riklar chechaklab, havo o'ptalli illib qolgan edi. Amir mahkamasining ori hovlisidagi o'riklik bog'da o'zi yolg'iz u yoqdan bu yoqqa mengib yurgan Said Ali Olibning allanimalarnidir xiyol qilayotganligini yoki chechak saylisi qilayotganligini belgili bo'lmaydi. Choch soqollariga xilala oq kirib qolgan bu buyuk sarkardining chinordek pasti bir oz mukjib qolgan bo'lib, u shundaqla qaragan kishiga yelkisida g'oyat og'ir bir yukni tanho ko'tarib turgandek tuyg'u beradi. Shu topda uning g'uchchida chechaklab bog'ni g'olrang tusga kirgizgan o'rik, bodom chechaklaridan so'q olg'udak hapsilisi yo'q edi. Cho'risiga qo'riq tushib bir oz qisilib qolgan burkut ko'zlari allaqayoqlargadir maqsadsiz tikiladi. Sutrang xotan qog'oziga yozilgan bir parcha xat to'gi topinidek yo'g'on olqonlarida mijilib ketgan edi. Ko'z oldidan yiroq o'tmishdiki hayot musofisi lip qilib o'tadi. Ana yuragiga tunji qitim ishq o'tini yoqqan Andijon go'zali Zaynab bibi shoir romili bilan yuzini yerim yo'gab, xuddi bulut orasidagi to'lin oydek nozlik marg'inicha nozik qo'llarini pulanglatib, uni yenig'i sharatlab Samarqand bilan Herat orliqidagi tog' bag'rida ashaddiy raqibi Mirzo Ulug'bekka hamla qilib kelgan yirtqich yo'lvoz bilan tanho ilishyotdi. Tarim Lop vodisidagi to'g'roqliqlarda Sulton Shirmuhammad xonning lashkarlaridan qechib, qadrdon do'sti Sulton Uvays xon bilan mukunib yuradi. Tarim daryosi bo'yidagi to'g'roqliqqa tikilgan chedirda
Söyümlük mahbubisi Uz Sultan Malika bilan tunji oqshomning shirin lazzatini tetiyotdi. Barikul yayliqida İsan Tayshi boshchiligidagi Mo'ng'ul bosqinchilarining beshida ajal qilichini o'ynatayotdi. Sultan Uvays xonning Buyuk Mo'g'uliston saltanatining taxtida o'ltirgan chog'dagi kartinalar esiga kelishi bilan Sayyid Ali Olibning ichiga gurrida bir illiq iqim taradi. Faxrlik tuyg'ulardan bir necha daqiqa hayajonlandi. Biroq Eli vodisidagi İsan Tayshi bilan bo'lgan jang esiga kelishi bilan vujudidagi hayajon shippida besilib qoldi. Uning o'rniga ko'ngil qasriga azob bulutlari soyi tashladi. Og'sini, qarindoshlarini, taxt saltanatni, el yurtni bosqinchilardan qutuldirib qilish uchun İsan Tayshiga yotliq bo'lish qaroriga kelgan Malik Maxtum Suluning mardona qiyofati ko'z oldida qayta zohir bo'lishi bilan vujudini ochiq hislar iskanjaga ilib olgan edi. Ayollar toyibsidimi? Oshundoq himmatlik bahodirlar chiqdi ekan. Esat ming yigitga tegishkisiz qiz edi. Alloh egam uning bilan qayta didorlashishga nisib qolarmikin? Oradan shuncha yil o'tibdi. Dastlabida İsan Tayshidan 2 o'g'il farzand yuzi ko'rganligini anglab edik. Keyincha hech qanday xat xabar bo'lmadi. Ilgari Uz Sulton Malika o'l singlisining gapini qilib, pat-pat ko'z yish qilatdi. Hozir bola bilan bo'lib ketib, ancha tilga olmaydigan bo'ldi. Mendan yoshirincha ko'z yish qiladigan-do balkim. Qayni onam Sulton xotinning vujudidagi qaysarlik Maxtum Suluh xinimga jo'lti qoptikanmi deyman. Marhum jannat makon Sulton Uvays xon oliylari o'l suyimlik singlisini qalmoq xoniga berishga majbur bo'lib, bir umr azoblandi. O'zini kechirolmadi. Gunohlik ish qilib qo'ygandek, og'liq majburiyatini ado qila olmagandek to'yg'iga kelib, kunlarni xijillik ilkida o'tkazgan edi. Sulton Uvays xonni esiga elish bilan Sayyid Ali Olibning vujudini kuchlik qayg'u hasrat chirmab oldi. O'sha chog'da Issiqko'l vodisiga xon oliylari bilan billa borsam bo'pti-ku. Tomodab qilish degan qanchalik kasal edi u. Mahbida o'ltirib olsam, yo'l bo'yi teplarning do'risini ichib, saqiyib ketar bo'lg'iydim. Turpanda qiyib qolsalar desa, farmonini yer olmay ma'qul debdiman. Xon oliylarining farmoniga sarkashlik qilgan bo'lsam, yomoni kelsa, mendan ranjib qolar edi shu. Taqdir iroda shundoqkanmi deyman. Ajab yosh ketib qoldi. Xonish Davlat Sulton Malika ilmi mendan xopi yuramdigandi. O'sha chog'da nemishqimi shuncha o'lar shaxsiyatchilik qilgan bo'lg'iydi. Taxtda Ko'ntira xonishdan tug'ilgan xonzoda o'ltirsa nima bo'ldi? Davlat Sulton xonishdan tug'ilgan xonzoda o'ltirsa nima bo'ldi? Har ikkilisi marhum jannat makon xon oliylarining pushti farzandi, yurak porisi edi u. Sayyid Ali Olibning ko'z oldiga Sulton Uvays xon o'lib ketgandan keyin qaysi xonzodini xon qilib tiklash haqida o'rdida yuz bergan talash tortish kelishi bilan vujudini kuchlik hijolat, nomus tuyg'ulari chirmab oldi. Shu chog'da Davlat Sulton xonishning shahnishindan chiqib ketib o'tib, lappida qaragan qiyofatini hargizmi unutiy olmaydi. Xonish o'sha chog'da nima maqsadda o'shunda qaragan bo'lg'iydi? Nima demoqchi bo'lg'iydi? Balkim taxt saltanatning hech kimga mangu boqivanda emasligini bildirib qo'yg'isi kelgan bo'lg'iydi. Shundoq. Xonishning
Oşu bir daqiqa qarashlarida o'kinishmi, nafratmi, masxirimi, yaratmaslikmi, esil zodilarga xos g'ururmi bor edi. Qaramoqqa yengilgandek qilgan bilan, amaliyotda ayollarga xos jasorati bilan Said Ali Olibni yer bilan yakson qilgan. Muzlab ketgan vijdoniga o't tutashtirib ulgurgan edi. Mana Said Ali Olibning vijdoni ta hozirgacha oshu o'tni kuyib-o'tadi. Azoblanib-o'tadi. Rost. Shu chaqda u kichik xonzodi Eson Bug'oxonni taxtda o'ltirg'izib, nimaga erishmoqchi bo'lg'aydi? Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Boshqalarmi og'u enim bir qasrda turur ekan, birga yetib qo'pin ekan. Menmi enim bilan birga tursam deyman. Allah xolisa, Makka mukarramni bir umr tavob qilg'ach, jannat makon ulustiga hazratlarning maqbarasidan xabar olmayman. O'tganda komandozlikda paslashib, yig'ilib qolganlar. Kutishgan narsani bermabdilar.